Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Kivara Gaming kanali. Do'stlar, bugun sizlar bilan biz katta bolalarning mashinasi Gentrani tuning qilamiz. Xo'p, bugun bu mashinani biz eng muhimi tuning qilamiz, poyga o'ynaymiz, drift qilamiz va ozgincha shashka qilamiz. Xo'p, hozir birinchi bo'lib o'zim bu mashinani tuning qilib olaman va sizlar kommentariyada buni 1 dan 10 gacha baholaysizlar. Qani bo'lmasa boshladik. Xo'p bolalar, mana tuningimizni ham qildik. Mashinani ko'rishingiz mumkin qanaqa o'zgarganda, mana oddiy Gentra, mana biz tuning qilganmiz. Migalka qo'yilgan, mana AMG bamperlar qo'yilgan, orqasida ham diskalar o'zgarganini qaranglar. Вообще boshqa mashina bo'lib qolgan. O'zbek nomerlar 999. Bu ko'rishingiz mumkin. Bunda вообще boshqacha. Bu boshqa hayot, bu boshqa dunyo bo'lib qolgan, ko'rishingiz mumkin. Ichidagi salonlargacha o'zgargan. Xo'p, endi bunda birinchi bo'lib biz hozir bu mashinani 1 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini tekshiramiz va qo'shimchasiga buni ham tekshirib ko'ramiz. Bu tezroqmi yoki bu? Hozir shuni bila olamiz. Xo'p, mana o'zimizni trassamizga ham keldik. Bu yerda Gentra o'zimiz tuning qilingan, tayyorlab ko'rilgan va bu oddiy Gentra. Hozir ko'ramiz 1 dan 100 gacha necha sekundda, agar ulgursa shu trassada 1 dan 200 gacha necha sekundda chiqar ekan. Hozir biz tuning qilingandan boshlaymiz. Hop, 3.2 sekund. Hozircha yaxshi. 3.2 sekundda 100 gacha chiqdi. Agar hozir ulgursa 200 gacha hali ham tekshirib ko'ramiz. Menimcha 7 sekundlarda chiqsa kerak. Hop. Boshladik. A 9.2 sekundda o'zi ham oxirgi sekundda ulgurib qoldi o'tishga 200 ga. O, adam ketmasin mashinamiz. Juda tuning bo'ldi. 9.2 sekundda 200 gacha, bu menimcha zo'r rezultat Gentra uchun. Menimcha shunaqaga chiqish kerak edi bunaqa tuningdan keyin. Sal basharasi buzilib qoldi. Endi oddiy Gentraga o'tamiz. Oddiy Gentra menimcha 200 gacha chiqa olmasa kerak. Yana bilmadim, ko'ramiz. Xo'p. Oddiy Gentrani ko'ramiz. Bo'ldi. 5.9 sekundda 100 gacha chiqdi Gentra oddiy. Biz shunaqa paytda adashmasam 140 ga tortibdik. Tuning qilingan Gentramizda. Hozir menimcha bu 200 gacha chiqa olmasa kerak. Endi qiziqroq bo'lishi uchun 200 gacha harakat qilib ko'ramiz. Hech narsa kutmayapman, chunki 1 dan 100 gacha 6 sekundda chiqib 200 gacha bir 9 sekundda chiqa olmaydi bu. Matematikaga ham to'g'ri kelmaydi. Ulgurmaydi. Ulgurmadi. 140 gacha chiqib oldi. Endi oddiy Gentra uchun ham bo'ladigan rezultat, lekin baribir tuning qilingan Gentramiz ancha yaxshiroq ekan. Xo'p, biz bo'lmasa keyingi challenge'imizga o'tamiz. Keyingi challenge'imiz hozir mana bu mashinada ko'chadagi bog'lar bilan poyga o'tkazib ko'ramiz Gentra kuchliroqmikan yoki ularning mashinasi. Ular ham lekin oddiy odam emas, ular ham mashinalar tuning qilingan, shunaqa kuchaytirilgan mashinalar. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bolalar, men o'sha poyga qiladigan joyimizga ham keldik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, hammasi tuning qilingan mashina. Mana bu yerda 4 ta los bor, mana poyga o'ynashadi. Hozir bizga qarochi qaysi birlari vizov tashiydi. Biz o'shalar bilan qarochi poygalashib ko'ramiz. Ko'ramiz bu Gentramiz yuta olarmikan bularni. Mana ko'rasizlar qanaqa tuning qilingan. Mana qaranglar sizlarga. Mana mashinani qaranglar. Qanaqa kuchayganini qaranglar. Dvigatellarini qaranglar. Nissan'ga o'xshar ekan-a? Nissan Skyline'midi? Biz Gentramiz ham chiroyli. Hozir endi qachonki bizga vizov tashashgandan keyin sizlar bilan ulanaman. Xo'p bolalar, va nihoyat bizga vizov ham tashashdi. Hozir borib endi ko'ramiz qaysi mashinalar bilan poyga o'ynayotganmiz. Birinchisi mana bu mashina ekan. Hop, mana ikkinchisi Mini Cooper, uchinchisi Mercedes o'xshagan mashina. Endi hozir ko'ramiz kim yutar ekan.
Do'stlar aytgancha mashinani ozgincha diskasini o'zgartirdim. Boyagi bilan qanaqadir bug bor ekan, bilmayman nimaga. Hop, bu mana Mercedes o'xshagan mashina va Mini Cooper. Hop, joyiga kelib turib oldi. Hop, 1 2 3 ketdi. Voy orqaga qolib ketmaylik. Mini Cooperni yutqizib qo'ymaymiz. Hop, mana bu 3-o'rinmiz. Tot. Voy, ag'darilib ketdi. Do'stlar, yomon ko'p ag'darilib ketyapti. Mashina shu bir tarafdan mana shu tomoni yomon ekan. Ozgincha burilib qo'ysangiz mana ag'darilib ketdi. Bo'ldi, to'xtaydi mashina hozir. Nima bu? Nimaga bunaqa bo'lgan? Sal burib qo'ysam hozir mana ko'rdinglar, ag'darilib ketdi. Shunga endi oxirgi o'ringa tushib qoldik. Voy. Hozir endi bu ag'darilib ketgani uchun yana bitta shans berib ko'ramiz. Oxirgi marta shans berib ko'ramiz, balki endi o'shanda yutib qolar. Lekin mashina juda tez ag'darilib ketar ekan, hozir mana shu paytda ham ag'darilib ketishi mumkin. Hop, hozir menga endi yana bir marta bizni tashlashgandan keyin sizlar bilan ulanaman. Hozir endi Gentraga bitta shans berib ko'raylik, chunki ozgincha burilib qo'ysak, hozir mana ko'rdinglar, ag'darilib ketdi. Hop, bola yana bir marta bizga vizib tashlashdi. Xuddi deyarli o'sha mashinalar, adashmasam bir xil. Hozir endi yutishimiz kerak. Burilishlarda faqat sekinroq burilaman. Shuna qilib aql bilan yutish kerak-da hozir, chunki hozir ko'rdinglar nima bo'lganini. Masalan, tez yurib, tez bursam nima bo'lganini ko'rdinglar o'zinglar. Joyimga tura oling. Mamlaka olsin, boshlaymiz. Hop, mana 3 ham keldi, mana 4-chi ham keldi. Hop, endi hozir bu opa komanda bersa biz boshlaymiz. Hop. Dayda sal nito boshlab qo'ydim, mayli. Mana Mini Cooper yomon tez yurar ekan, Sal to'miz bilan burilaydimi? Voy, endi o mindor ana birga o'tib ketdik. Endi ag'darilib ketmasligimiz kerak. Nima qilib bo'lsa ham ag'darilmasligi kerak. Tezligi bo'yicha yaxshi ekan, 220 ga chiqyapti. Ana birinchi o'ringa keldik va nihoyat. Ana birinchi o'rin. Hop do'stlar, bugungi video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Bu mashinani hamma narsa qildik, o'zi mana tutib ham ketdi. Poy o'ynatdik. Tuning qildik. Hop, hamma narsa qildik do'stlar. Keyingi videorolikda qanaqa mashina bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammalarga xayr, hammalar sog' bo'linglar.